أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salovat tufayli qabr azobidan xalos bo'lgan qiz. Hasan Basriy davrida bir ayol kelib u zotga ko'z yoshlarini to'kdi. U dardli ayolning kunlari ko'z yosh to'kib holsizlangani ma'lum edi. Hasan Basriy ayoldan "Nima istagingiz bor?" deb so'radi. Ustoz, bir qizim bor edi, dunyoga to'ymasdan yosh holda vafot etdi. O'zingiz bilasiz, onalik holi, farzandim uchun kuyib yonmoqdaman. Qizimni bir marotaba bo'lsa ham tushimda ko'rishni istayman. Buni bir yo'li, usuli bor bo'lsa, Alloh roziligi uchun menga o'rgating. Hasan Basriy: Men senga bir yo'l ko'rsataman. Shuni qilsang, zora qizingni tushingda ko'rsang. Xufton namozidan so'ng Alloh roziligi uchun alohida 4 rakat namoz o'qi. Namozning har rakatida Fotiha surasidan so'ng bir marta Takosir surasini o'qi. Namoz tugagandan so'ng uxlaguncha payg'ambarimizga salovat ayt. Dardli ona bu shaklda kechalari ibodat qilish va salovat aytish bilan mashg'ul bo'libdi. Bir kuni u qizini tushida ko'radi. Qizning qo'l-oyoqlari olovdan zanjirlar taqilgan, olovdan kiyim kiygan edi. Ayol qo'rqib uyg'onadi hamda darhol Hasan Basriyning huzurlariga kelib ko'rgan tushini aytib beradi. Shunda Hasan Basriy ayolga: "Vafot etgan qizing uchun biron bir xayrli amal qil, sadaqa ber. O'lganlar uchun qilinadigan bundan xayrli ish yo'q", dedi. Ayol qizi uchun sadaqalar berdi, duolar qildi, Allohdan qizi uchun mag'firat tiladi. Bir kuni Hasan Basriy tushlarida jannat bog'i bilan jahannamni ko'radi. Bog'ning birisida o'rtasida bir ko'shkni ichida yosh bir go'zal qiz, egnida eng nurli kiyimlar. U zot qizdan so'radi: "Seni onang seni jahannamda olov ichida ko'rgan edi. Seni bu hayoting esa jannat hayotidir." Qiz: "Avvaliga holim onam ko'rgan kabi edi. Allohning sevimli do'stlaridan, solih bandalaridan bir zot payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallamga aytgan barcha salovatlari savobini menga bag'ishladi. Shu sabab Alloh taolo afv etdi", deb javob berdi. Hasan Basriy darhol qizning onasi yoniga borib, tushini ayolga aytib berdi. Ayol: "Hazratim, bundan buyon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat ayta boshlayman", dedi. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar. Bu hikoyani sizni e'tiboringizga havola etishdan maqsad, juda ko'pchilik aytyapsiz, siz salovatsiz, zikrsiz bir narsa aytib bera olmaysizmi deb tushuntirishyapti. So'rashyapti. Man ularga shu javobni qilyapman. Har bir duoni qilar ekansiz, har bir niyatni qilar ekansiz, salovatsiz, zikrsiz hech narsa amalga oshmaydi. Shu hikoya ham o'shanga tavsiya qiladi. Ya'ni salovat aytib duo o'qishlikka, salovat aytib Allohdan bir nima so'rashlikni sizga o'rgatadi. Endi salovatlar ichida eng zo'r salovatlardan bir kichkinagina bir salovatni sizni e'tiboringizga havola etib o'taman. Farishtalar ushbu salovatni savobini yozishdan charchaydilar. Bismillahirrohmanirrohim. Jazaallohu anna Muhammadan sallallohu ta'ala alayhi va sallama bima huwa ahluh. Ya'ni ma'nosi: Allohim Muhammad alayhissalomni mukofoting ila eng yuksak darajaga yetishtir. Ushbu salovat haqida Ibn Abbos raziyallohu anhu shunday degan: Bu salovatni o'qigan insonni 70 yozuvchi farishta 1000 tong va 1000 oqshom savob yozishga ulgurish uchun qiynaladilar va qiyinchilik bilan yozishga ulguradilar. Bu salovat karimani o'rgatishdan maqsad har bir
duoni qilayotganingizda mana 2 rakat nafl namozi o'qidingiz, o'tirib bir sehr joduni ochishgami, ish yo'llaringizni ochishgami, biror nimani o'qishni boshladingiz. O'qishdan oldin mana shu salovatni 100 marta aytib, astag'firulloh deb 100 marta aytib, Allohumma inni as'aluka deb 100 marta aytib, har qanday duoni qilsangiz, Alloh o'sha duoingizni ijobat qiladi inshaalloh. O'shani o'rgatib o'tyapman sizlarga. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan shunday rivoyat keladi. Baqara surasi avvalgi qismida 2 oyati bor. U haqda Rasululloh shunday deganlar: kimki uyqusi oldidan buni o'qisa, shaytonlar o'rtasida yotsa ham, gazandalar o'rtasida yotsa ham hech narsa qila olmaydilar. Daylami Fatima binti Rasulullohdan rivoyat qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahil ala hasbiyalloh va kafa ma'asha. Allohu qaza sami'a liman da'a laysa minallahi manja va lavara Allah malja'a inni tawakkaltu alallahi rabbi va rabbiku ma min dabatin illa huwa ahizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim walhamdulillah الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Bu oyat karimalari har qancha mana 111 marta, 100 marta, kami 7 marta yoki 11 marotaba yoki 21 marotaba o'qisangiz tanangizdagi sehr ham yo'qoladi. Shunday sir bor bu duoda inshaalloh. Albatta har gal o'rgatilganday agar duolaringizni ijobat bo'lishini xohlasangiz boshida Bismillahirrohmanirrohim Allohumma inni as'aluka deb 100 marotaba, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb 100 marotaba, astag'firulloh deb 100 marotaba aytasiz va duolaringizni o'qib Allohdan so'rab bo'lganingizdan keyin xuddi shu alfozda yana yakunlaysiz. Inshaalloh Allohim uyingizga qut barakot, yaxshiliklar bersin, hammangizni sehr jodularingiz yechilib ketsin. Ilohim tugunlar yechilsin, qulflar ochilsin. Allohim har bir ishingizga barakot, yaxshilik ato etsin. 2 dunyo saodatini nasib ro'zi aylasin. Bu duolarni o'qisangiz sehr jodularingiz ham yechiladi. Hech qanaqa mushkulotga Allohim sizni qo'ymaydi. Har qanday mushkulotdan, yomon ishlardan sizni olib chiqib ketadi inshaalloh. Har qadamingizda Allohning o'zi yordamchingiz bo'ladi. Inshaalloh taolo Alloh qodir qilgancha sizga o'rgatib o'tdik. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'qisangiz baraka topasiz. Alhamdulillah.